Assalomu alaykum hammaga aziz yurtdoshlar. Videoga darrov bitta like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yamiz, chunki bu videoni chorva boqadiganlar обязательно ko'rish kerak. Videoni oxirigacha ko'rishingiz kerak. Qish oyi uy sharoitida chorva boqish uchun qancha расход ketadi? Bu video обязательно siz uchun. Birinchi o'rinda bilasizlar, gap qisqa qilib tez aytish kerak, bo'lmasa odamlar chiqib ketyapti. Bitta videoga like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Men esa boshladim. Aziz yurtdoshlar, birinchi o'rinda mollarga molxona kerak. Ya'ni molxona oddiy qilib parnik, ya'ni klyonkada parnik yasab, stashka qilib mol boqadigan joy qilish uchun 100 million so'm pul ketadi. Ikkinchi o'rinda mol kerak. Ya'ni 1 yil 12 oylik mollar, ya'ni novvoschalar 20 million so'mdan hozir olsa bo'ladi. Zottorini 20 million so'mdan olasiz 10 ta. Jami 300 million bo'ldi. Endi 1 yil boqish kerak. 1 yilga yemi 50 million so'm sarflaysiz. Ya'ni 250 million bo'ladi. Yana 1 yil boqasiz, bemalol 35-40 million so'mdan so'zsa bo'ladi aziz yurtdoshlar. Ikkinchi o'rinda qanday sotamiz? Qancha go'sht bo'ladi? Aziz yurtdoshlar, go'shtini boshqa o'zini qanday sotamiz deganlarga javobim, sotish umuman oson hozir, chunki 37 million so'm aholi bor, ya'ni 37 million odam bor. Go'sht iste'moli kundan kunga ko'tarilib boryapti aziz yurtdoshlar. Bilasizlar, Belorussiyadan, Pokistondan go'sht kelardi, internetda yetishyapti. Go'shtni uni ham narxi sekin ko'tarilyapti, ya'ni go'sht narxi ko'tarilyapti. Oddiy buqani go'shti do'konlarga yoki shu rastalarda 130 ming so'mdan 150 ming so'mgacha laxmi, eng zo'r laxm go'sht sotilyapti. Oddiy bir xil qilib beriladigan go'sht 100 ming so'mdan 120 ming so'mgacha bo'lyapti. Ya'ni qassoblarda. Aziz yurtdoshlar, kundan kunga go'shtning narxi ko'tarilib boryapti. Shuning uchun pulingiz bormi, 250 million so'm mol biznesini boshlang. Keyin uni boshlasang 1 yil boqib, обязательно 500 million so'm 50 ga 50 daromad qilsa bo'ladi aziz yurtdoshlar. Shuni esingizdan chiqarmanglar. Ikkinchi masalada qo'y biznesi, ya'ni qo'y biznesidan qancha daromad topsa bo'ladi? Aziz yurtdoshlar, qo'y biznesidan unaqa foyda bo'lmaydi deyishadi, lekin qo'y biznesi ham zakonni foyda qilsa bo'ladi. Ya'ni bahor oyi qo'zijoqni olasiz, 1 yil boqasiz, keyin bahorda tug'adi, 100 ta olsangiz 80 ta ko'payadi, ya'ni 180 ta bo'lishi mumkin aziz yurtdoshlar. Qo'y biznesi ham kundan kunga ko'tarilib boryapti, ya'ni qo'y go'shti ham hozir qimmat. Qo'y go'shti hozir kunga, ya'ni 23-dekabr sanasida qancha bo'lyapti? Kommentariyga yozib ketinglar. Обязательно bu video 23-dekabr olinyapti. 24-dekabr kuni YouTube kanalimizga joylaymiz. Обязательно bitta like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi video nima haqida bo'lsa обязательно yozib qoldiring aziz yurtdoshlar. Sigir boqib qancha daromad qilsa bo'ladi? Bu videoning ikkinchi qismi sigir boqish haqida bo'ladi aziz yurtdoshlar. Uchinchi qismi ketaveradi sekin. Buzoqchasi, katta o'kislar, ya'ni gigant mollar, shunaqalar bo'ladi aziz yurtdoshlar. Kanalimizga obuna bo'lamiz. Videomizga bitta like обязательно. Keyingi video nima haqida bo'lsin deganlarga aytib qo'ydim. Sigir haqida, undan tashqari video nima haqida bo'lsa обязательно kommentariyaga o'zingiz fikringizni yozib keting aziz yurtdoshlar. Sizning fikringiz biz uchun albatta muhim. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hammaga xayr.